Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Mona Lisa pastelimizni sifati zo'r, toza super satin bo'ladi. Mana uni ochiq varianti, har xil rasvetkalari bor. Choklari ham, tikilishlari ham juda ham zo'r. Adadiyanligini ham mana ko'rishingiz mumkin. Va knopkali bo'ladi, zamokli emas. Hozir ko'p zamoklar birak chiqib tez buzilib ketayotganiga zakaznoy variant. Mana plita отдельный. Пододянный, простыня va ikkita yostiq jildi bor. Materiali toza super satin bo'ladi. Prostinasining razmeri 240 ga 250, pododyanligi 2 ga 220 bo'ladi. Materiali juda ham sifati zo'r. Mana bu yog'i kulli isivyapti. 100% havo o'tkazadi mana o'lchamlari. Reklamani uzoq qilmaymiz. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi 500 ming so'mdan 600 mingdan 50 dollardan sotardik. Hozirgi kundagi narxi 100 ming skidka qilganmiz. 500 ming so'mdan kelib bemalol xarid qilaverasizlar.